Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999-yil 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh, avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism, 6-bob, davomi. 4. Dunyoning qayerda bo'lmasin, muhabbatsiz turmush bo'lmaydi. Turmush azaldan muhabbatning ochiq va yepiq sahnasi bo'lib kelgan. Shunga erkin muhabbat ujuqtirilgan, ayollarga tikilib qarash gunoh sanaladigan mushu mo'tabar zamindimi muhabbat yanada o'z rolini o'ynamoqda. Akbar bu kunlarda Vadi Fatimaga kunda kelishni, har kelganda maralab bo'lsa-mu, abzini ko'rib arzu qiladi. Bu qizni ko'rsala, badini lappada o't elib ko'ygandek va bu o't uni ajoyib shirin hissiyotlarga cho'mdirgandek bo'ladi. Akbar yarim oy ilgari nihoyatda tinch va xotirjam edi. Muhabbatning halovati yoki mushaqqatini bilmaydi. Habiza bilan uchrashgandan keyin hamma ish o'zgardi. Akbar o'zini boshqacha bir dunyodagidek his qiladigan bo'lib qoldi. Ilgari his qilib boqmagan bir turlik baxtning g'oyibona nozik barmoqlari uning yurak torini ostog'ini chekmoqda edi. Lekin Akbar Makkadan alohida mushu qizga atab ilib chiqqan xalxalni hozirgacha berolmay ichi tit bo'lib yuradi. U Habzini ashu tunji qatimliq uchrashdan keyin yana bir necha qatim ko'rdi, lekin uni zodila yolg'iz uchirtolmadi. Habza bir kuni onasi bilan, bir kuni dadisi bilan, yana bir kuni aksi bilan bog'da va bog'ning orqasidagi o't yoshliqda ishlaydi. Akbar bilan Habza faqat yiroqdilla unsiz salomlashadi. Habza Akbarga yer ostidan o'g'irliqcha qaraydi va uning tunji uchrashgan kunida o'zining o'y fikrini o'g'irlab ketgan heliqi sumbatliq yigit ekanligini bilib, ko'zlari hayajondan chaqnab ketadi. Bu ko'zlar chaqnaganda uning qaramtul chiroyiga ajoyib oq ko'ngillik va muloyimlik tusini beradi. Bu ahvol bir necha kun davom qildi. Akbar kechgacha mushu atrofni agib, qorong'u tushgandila asakir o'tingiga ketadi. Ertasi sahardala yana keladi. U yiroqdan marshib yuradigan bundaq mökümöklang o'yiniga zodala chidamadi. Oxir bugun tush vaqti bilan bog'ning oldiga kelib, bir tavakkul qilib ko'rmoqchi bo'ldi. Akbar bog'ning eshigini asta qiqib, muloyim ovozda varqirdi. "Hurmatli tog'a, ushlab ketdim. Bir qach suv so'rayman." Akbar Habzining chiqishini kutadi. Allohdan shuni tilab ichida bir narsalarni o'qiydi. Shunga yuragimi gupildab so'qib ketyotadi. Lekin u hamisha maralab qaraydigan heliqi kesaklik uydan Habza emas, uning qirsal dadisi chiqdi. Akbarning ko'ngli lassida bo'ldi. Shug'inisi talati so'rin bu odam Akbarni qo'g'livatmidi, balki bog'dagi shipanga boshlab uningga tavuz pishdi. Akbar baqqa kirib olganligidan xushal edi. Endi bu yerda bir amal qilib, uzoqroq o'ltirishning qo'yiga tushdi. Shunga dastlab tog'dan bog'dan so'zlab, oxirida teriqchilik ahvoli, suv qisligi, Makkadagi haj faoliyati va Jiddadagi savdo tijorat ustida farang'a tushib, kerishibla ketishdi. Bu oraliqda Habza ikki qatim uydan chiqdi va dadasining orqa tarafida 10 necha qadam yiroqlikda uni buni qilgan qiyofatga kirib, jon olg'uchi shahla ko'zlari bilan Akbarga lappida qaradi. U har bir qaraganda kirpiklarini tez-tez qiqib, tatliqqina kulimsiraydi. Avrishim bo'yi bo'lsa noz bilan tavirnatdi. Qizning ko'zlaridagi mastona mo'ldirlash bilan muloyim kulimsirash Akbarning vujudini sho'rrida ertibatdi. Bundaq sehrli kulka bilan, sehrli qarashlardan Akbar emas, mana men degan yigitlarmi tamtirab ketgan bo'ladi. Demisimu, qizning qarashlarida, hissiyotida va har bir harakatida shundoq bir kuchli ma'naviy to'lqin bor edi. Akbar hozir ana shu to'lqinning shiddatli iqinida to'xtamay chayqalyotdi. Dal shu chaqda xuddi Alloh tarafidan o'rinlashtirilgandek tuyuqsiz bir ish yuz berib, Akbarning o'shqi olcha tushdi.
Bağның bir bulunidagi qo'tanning eshigi taraqlab ochilib, ikki o'chga bir-birini qo'g'lashganicha bog'ga yugurib chiqdi. Buni ko'rgan Habzining dadasi ularni qo'tanga solib o'tish uchun o'chkilar tarafga qarab ketdi. Fursatni g'animat bilgan Akbar darhol xalxalni chiqarib asta jiranglatdi. Habza beshini ko'tarib o'rniga qaradi va bir necha qadam oldiga kelib, bir tup xurmo darxining daldisida turib astag'ina kechda quduq beshidagi do'ning yenida saqlang dedi va shu gapni qilibla yugurib kirib ketdi. Bu ikkalanning chaqqonligidan Habzaning dadasi hech narsani tuymay qoldi. U o'chkilarni qo'tanga solib o'tib kelganda Akbarmu o'rnidan turib rahmat aytib xo'shlashdi. Akbarning taqir yerda yonboshlab yotganiga uzoq bo'ldi. Asta quyoshmu patdi. Kechki shafaqning rangdor nurlari butun vodiga yeyilib, hamma yer oltin suyi yugurtgandek go'zal tusga kirdi. Quduq beshiga kelib ketayotganlarmu bara azlab atrofni jimjitlik qopladi. Habza texicha ko'rinmaydi. Akbar tit bo'lishga boshladi. U Habzaning bugungi jur'atidan, dadilligidan hayron bo'lgan edi. Bundaq jur'at va dadillik so'ygu dengizda o'ziverib holidan ketgan, lekin yiroqdagi sohilga yetib uchun jon jahli bilan ilishayotgan majnun sifat bir odamning jur'ati va dadilligi edi. Akbar turibla qizning kelmay qolishidan ansirashga boshladi. Kim biladi, u hissiyoti o'rligan chaqda o'zini bosolmay va'da qilib silib keyin esidan chiqarib qo'ydimi texi. Akbar intizorlik va dilg'ullik ichida kechki shafaqning o'zgarishini tomosha qilishga boshladi. Shafaq avval ochiq ola bulmat bo'ldi. Ondan sus qizillikqa o'zgarib, yer zaminga bakmu juloliq, parqiriq sho'la chashdi. Bu chaqda Akbar xiyolga shunda g'arq bo'lib ketdiki, hatto o'zini unutdi. Faqat bir kaslanchuk putining yenidan surkishib o'tgandila, andikib o'rnidan qopdi. U mahalla tarafga bo'yinda qaragan edi. Ko'z yetim yerda shafaq nuriga purkinib kelayotgan bir avrishim qomatni ko'rdi. Ko'rish bilan yuragidan zo'r bir harorat to'lqini qaynab chiqib, butun vujudini lavuldatibdi. Habza quduq yenidagi tuga o'rkishidek do'nglikni nishonlab kelayotdi. Uning qo'lida ko'za, uchida qora raxtdan tikilgan abaya bor edi. Qiz Akbarga yaqinlab kelib, oraliq bir qadam qolganda to'xtadi. Bu bir qadam oraliq Akbarga go'yo o'tkili bo'lmaydigan cho'nqur bir hangdek ko'ngilsiz tuyulib ketdi. Har ikkisi bu oraliqni bo'sib o'tishga jur'at qila olmayotdi. Ularning yiroq yaqindagi ko'zlaridan do'ngning daldisi to'sib turardi. Va'dingizda turib, xalxal ilib kelganingizga rahmat, Akbar aka, dedi Habza yuzidagi lechakni ochmay, lekin uning ovozi hayajondan titrab chiqyotdi. Rahmat degichiligi yo'q, Habza. Siz qabul qilsingizlar, men xushal, dedi Akbarmu titrab turgan qo'llari bilan xalxalni uningga uzatib. Qiz Akbarning qo'lidan xalxalni oldi. Ko'zni yumib ochqicha bo'lgan shu daqiqada ikkisining qo'llari bir-biriga tegib, go'yo o'tliq bir iqim yuraklarini ko'ydirib o'tgandek bo'ldi. Har ikkisi muhabbat degan shumidi deb o'yladi. Akbar agar muhabbat degan shu bo'lsa, haqiqatanmi ularning vujudida hissiyot, hayotiy kuch deganlar hech qachon bugünkidek kuchlik va cho'nqur bo'lmagan edi. Muhabbat bu nima degan yiqimliq, go'zal, oliy janob so'z ha, lekin buni hech kim tushunmaydi. Hech kim uning tiga yetgan emas. Shundoq bo'lishi qaramay, hamma odam hamisha uni tilga oladi. Shu to'g'rida so'zlashdi. Shu topda balog'atga yetgan ikki yurak ana shu muhabbat o'tida kuyayotdi. Yangi uyg'ongan bu tunji muhabbat ham shirin, ham azobliq edi. Habza qo'liga olgan xalxalni ko'rish uchun yuzidagi qora chumbalni qiya qayradi. Akbar uning po'raklagan g'unchidek yuziga va chaqmoq kirpikli ko'zlariga qaradi. Qizning ko'zlari nihoyatda tiniq, chiroyli ham yiqimliq edi. Bu ko'zlardan Akbar burun his qilmagan so'ygu vafo
mehr shafqat degandek pok ham lazzatlik narsalarni ko'rgandek bo'ldi. Uning yigitlik tuyg'usi uyg'ongandan beri tunji qitim mana shundoq chiroyli, jalbkor ko'zlarni ko'rishi edi. Shunga hozir Akbarning ko'z oldida ajoyib yangi bir dunyo ochilgandek, u bu yangi dunyoning go'zalligidan, rohatidan tunji qitim huzurlanayotgandek bo'ldi. "Men quduqdan suv ilib, tezroq ketmasam bo'lmaydi", dedi Habza mingishqa tamshilib. "Ikkimizning turg'inni birarsi ko'rib qolsa sat bo'ladi." Habzining so'zlari shundoq yaqinliq, sodda va xuddi ko'zlariga o'xshash uyatchan edi. Lekin Akbarning qizdan ayrilg'usi yo'q edi. U oldiga yarim qadam chamdab, boyqi bir qadamlik hangni zo'r g'ayrat bilan qisqartdi va xuddi tig'rab ketgan qo'shqardek asabiylik bilan Habzining qo'liga esildi. Qiz dastlab cho'chib andikdi. Keyin Akbarning muloyim, itoatchan ko'zlariga qarab besqiga tushdi. Lekin qo'lini Akbarning o'tdek qizib ketgan alqonlari orasidan tartiblashga urinib nazokat bilan to'lg'andi. Ammo Akbar uni qo'yib bermay, asta o'ziga tartibdi. Habza ansizlik bilan atrofga alanglab qarab, "Yo'q, Akbar aka, yo'q. Unda qilsa gunoh bo'ladi. Haqlar ko'rib qolsa cho'ng baloga qolamiz", dedi pichirlagandek zaif ovozda. "Qaysi haq? Hech kim yo'q-ku", dedi Akbarmu atrofga sangib qarab. "Bor", dedi Habza va ko'zi bilan nanidu arshi alani ishora qilgandek bir xil itoatmanlik tuyg'usi bilan qo'shib qo'ydi. "Alloh bor, ustimizda qarab turadi." Ular shu topda go'yo kuchlik magnit maydoniga kirib qolgandek bir-biriga qattiq tortilib, besilg'isiz tashnalik ichida tursimu, lekin yana qandaqdir bir sirliq kuchning ta'siridan o'zaro qo'shilolmay ikki qutblik holatida turadi. Akbar Habzining pok sabiyligidan suyundi. Haya va e'tiqodiga qoyil bo'ldi. Shunga u qizning yenik titrab turgan yumran qo'lini qo'yib berib etib mundaq dedi: "Habza, mayli arshi aladin, mayli tahti saradin vahiy kelsimu, men sizdan ayrilmayman. Buningga Alloh guvoh bo'lsin", dedi Habza asta pichirlab. Shu topda Habzining qo'lini tutib, uning bilan yolg'iz qolgan Akbar butun dunyoni unutdi. Uning xiyolidan soda, pul, dada, qo'rqish va hayo deganlar butunlay g'oyib bo'lgan edi. Akbar shafaq uchib, asta-asta gugumlashayotgan mushu qisqa daqiqalarning kunlar bo'lib so'zilishini, bir-biriga intilib turgan ikki ruhning mushu tariqada mangu ayrilmas bo'lib qo'shilib ketishini bakmu arzu qiladi. Lekin turmush shafqatsiz edi. Habzining Akbar bilan uning buningdan ortiq turishiga amali yo'q edi. U helimu jur'at qildi, qaramliq qildi. Agar ota-ona, urug' tuqqanlari Akbardek bir yot yigit bilan yolg'iz turganligini bilib qolsa, uning put-qo'lini chiqib etishdan yonmaydi. "Xo'sh Akbar aka, men mangay", dedi u Akbarning alqonlaridan qo'lini asta sug'urib. "Kech kiryotidi, ayol qolsam bo'lmaydi." Qiz larzan tavrinib quduq tarafga mandi. Akbar uning orqasidan qarab, "Yana ko'rishalamdiq, qachon?" deb so'radi miskin ovozda. "Xudoyim buyursa yana ko'rishimiz", dedi qiz orqasiga yerim qayrilib. "Men har kuni mushu quduqqa suvga chiqaman." Habza ko'ziga suv oldi va nihoyat tezla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Akbar atsi yana shu yerda saqladi. Ko'k taxayni quduq atrofidagi quruq cho'plikka qo'yib o'tib, o'zi do'nglikning daldisida Habzini kutib yotdi. Habza bugun tungundigidan burunroq keldi. Ular yana shu do'nglikning daldisida ko'rishdi. Ikkisi ig'ir sukunat ichida xiligacha jim turishdi. Arada faqat so'ygila unsiz nido qiladi. Bugun ularning oraliqidagi heliqi bo'shliq yana bir g'irich qisqardi. Amdi ularning tiniqlari o'zaro aralashib, yurak so'qishlari bir-biriga anglanib turadi. Ular 3 kundan keyin yana shu yerda uchrashdi. Bugun Habza uchsiga heliqi zangar ridoni yepinib, yuziga lichak ortib olgan edi. Akbarning xiyol ekranida yeshillik olami bo'lib saqlanib qolgan bu tunish yerida
Habzini Akbarga texmo chiroyli, texmo yiqimliq ko'rsatdi. Demisimi, u bugun xuddi nola gulidek ranglanib ketgan edi. Shunga Akbar o'zini tutolmay, ixtiyorsiz holda Habzini quchoqlab oldi. Habza qo'rqqanidan atrofiga alanglab qarab, o'zini qochirishga urindi. Lekin Akbar uni qo'yib etmadi. Balki uning lichkini qayirib, mangziga, og'ziga va ko'ziga orqa-orqadan suyib ketdi. Habza dastlab aloqzoda bo'lib, tipirlagan bo'lsa-mu, keyin yosh yigitning pok va o'tliq suyishlaridan behushlanib, put-qo'li bo'shib ketdi. Mana shu minutdan boshlab Akbarga salma, kaslanchuklar uvoq qilgan bu qaqas, issiq yer boshqacha go'zal va yiqimliq tuyulib ketdi. Tova, ilgari u bu yerlardan o'tganda nimishqa bu go'zal manzaralar ko'ziga chiliqmagan bo'lg'aydi. Dunyo bugun mushu daqiqadan boshlab yangicha tus oldimi yoki Akbar o'zgarib, uningda boshqa ko'zlar paydo bo'lib qoldimi? Mana bu muhabbat edi. Odam uningga mubtalo bo'ldimi? Bas, xuddi o'z erkini, aqli hushini yo'qotgan Majnundek reallikdan chiqib xiyolparastlarga aylanib ketadi. Uning nazaridagi hayot, uning xiyolidagi dunyo butunlay oshiq mashqlarning rohat farog'atiga to'lgan azobdan, hijrondan, malomatdan xoli darvishlar dunyosi bo'lib qoladi. Bu dunyoda suyish, kuyish, go'zallik va seg'inishlar bo'ladi-ki, buningdan boshqa hech qanday hayot dishvarchiligi bo'lmaydi. Ular bugun shu muhabbatning talva kuchi bilan suyishdi. Suyishgandimi uzoq va tatliq suyishdi. Bu Habzining hayotidagi eng shirin ham eng xatarlik minutlar edi. Chunki u ming yillar mobaynida kuch ko'rsatib kelayotgan muqaddas diniy axloqqa va taqvodor oilasining buzilmas qoida nizomlariga botirlik bilan qarshi chiqqan edi. Bu xuddi yangi tug'ilgan mo'zay yo'lbosdan qo'rqmaydi degandek, qalbiga kir qo'nmagan yosh jo'shqin bir qizning yuragidagi erkin muhabbat uchun o'zini beg'ishlashi edi. Inson ruhi azaldanla ziddiyatlik turalgan. Har xil diniy amr-ma'ruflar kishilarni fazilatli qilish uchun tuzilgan bo'lsa-mu, ammo u hamisha kishilarning gunohini oshiribla turadi. Bu amr-ma'ruflar qachonki kishilarning manfaatiga, ruhiy dunyosiga taqashgan vaqtda kishilar uningga osiylik qiladi. Akbarningmi, Habziningmi hozirgi ahvoli dal ashundoq edi. Ular hamma narsani unutib, bir chetga qayirib qo'yib, barliq kuchi bilan o'z muhabbatini, erkini va kelgusini izlayotdi. Bu yo'lda duch kelgan har qanday yo'shirin va oshkora to'solg'ularni bosib o'tishga har qachon tayyor edi. Shu topda ularning yuragida xuddi portlash oldida turgan magma qatlamidek yo'shirin bir cho'qan hukmron edi. Shu kuni kechicha Akbarning uyqusi kelmadi. Boshqa kunlarda o'qsala uxultib qo'ydigan oyatlarmi bugun uni hatto asintalmadi. Akbarning o'rnidan turib, Ka'ba oldida samo salg'usi, g'azal to'lug'isi, ovozni qo'yitib, xandon urib kulgisi kelayotdi. Uning kuyayotgan muhabbatlik yuragi zodila jim turolmadi. Atsi Akbar yana tetik, ruhliq o'rnidan turdi. Ibn Asakir bilan billa nashliq yedi. Bu kunlarda buvay uningga o'z o'g'lidanmi chora amroq bo'lib qolgan edi. Akbar, men sezdim, kechicha uxlamadim, dedi Sagak buvay nashliq qilayotganda. Nim bo'ldi? Bak xushal ko'rinsan-ku. O'zimcha buva, dedi Akbar hech ish bo'lmagan odam qiyofatiga kirilib. Soda tijoratim yaxshi bo'lyapti. Men shuningga xushal. Akbar yurak sirlarini buvayga aytishdan o'zini tortdi. Ka'ba kichik bo'lgani bilan bu yerda bo'lib turadigan gap so'zlar cho'ng edi. U texi oyog'i chiqmagan ishning yurtqa yeyilib, biror falokatga yo'liqib qilishdan ansiraydi. Akbarning nazarida muhabbat eng sirliq, yakka yegana shaxsiy ish edi. Buvay ortiqcha gap qilmay miyqida kulib qo'ydi. Lekin uning kulgisida Akbarning o'zidan pinhon tutgan yurak sirini bilib olganligi
mana men deb chiqib turadi demisimu 70 yillik hayotida talay ishlarni ko'rib, talay qismatlarni beshnin kechirgan, yiligacha yiroqda qolgan bangvash bolaligini, nur va haroratga to'lgan yigitlik tonglarini sig'inib aslaydigan, ko'ngli toza, yuragi tuyg'un bu buvay xili kunlardan buyon Akbarning turmushidagi o'zgarishlarni sezgan va uning ishiq deb atiladigan bu dardu bala ko'chasiga qadam bosganligini bilib, ko'ngli ham suyungan, ham ansirash ichida qolgan edi. O'g'lim, og'zing serani yoshirgan bilan ko'zlaring allaqachon etib berdi, dedi buvay Akbarga otalarcha mehribonlik bilan. Desam demisam, sen ishiq ko'chasiga kiribsan. Akşam bir qizning ismini to'lab jo'yliding. Men bu qizni tanıyman. Faqat bol o'g'lim. Bu ko'cha bek xatarlik. Buvay ulug' kichik tindi. Qo'lidagi hijr tovoqni dasturxonga qo'yib, yana o'xsindi. U mushu qisqala gap bilan o'zining yurakidagi ko'na bir yarni qattiq tirnab olgan edi. Akbarning taqdirini o'ylab, ko'zlari mo'langan, ammo qalbi hissdoshlikqa to'lgan shu daqiqada buvayning ko'z oldidan ashu ko'na ishlar qayta o'tgandek bo'ldi. Buningdan yarim asr burun Asakir buvayning o'zidan bir yarim yosh kichik bir inisi ishiq yo'lida kutilmagan fojiaga yo'liqqan edi. U chin ko'ngildan yaxshi ko'rgan qizi bilan ochiq oshkora murod maqsadlariga yetolmay, oxir yurtni tashlab qochganda yo'lda tutilib qilib, har ikkisi zinaxo'r degan batnom bilan chalma kesak qilib o'ldirilgan edi. Bu chaqda Asakir Makkada hammallik qiladi. Bu mudhish xabarni anglab, yurtga kelganda bechora inisining qon talash bo'lgan tini allaqachon yerligiga qo'yilgan edi. Yiroqda yurib, bir tuqqan qarindishining jiniga aro bo'lolmaganligi uchun uning yuragiga cho'nqur bir hasrat nadomat o'rnab ketgan edi. Bu unutuliqsiz fojianing amdi kelib o'z o'g'ildek yaxshi ko'rib qolgan oq ko'ngil, uqumushliq musofir bir yigitning turmushida qayta yuz berishni u zotila ko'ngliga sig'dira olmaydi. Shunga Akbarga ashundoq tarixiy fojialar va bu yerning shariat ahkomlari to'g'risida oz to'la so'zlab uni ogohlantirib qo'ymoqchi bo'ldi-yu, yana turibla bu fikridan yaltaydi. Chunki turmushga amdila qadam qo'ygan, qalbiga texi kir qo'nmagan sadda bir yigitning sabiy yuragini undaq mudhish gaplar bilan mujib vahimaga silib qo'yishni xohlamadi. Shunga u Akbarning mayuslanib jimjit o'ltirgan turiqiga qarab, "Sen aqlliq bola, qanday qilishni obdan bilasan?" dedi uning ruhini ko'tarishga tirishib. "Ish qilib, ehtiyot qil o'g'lim. Yo'lingda yilon chayonlar ko'p, yoshurun nashtar urib qo'ymusun." Akbar buvayning ichkuyarlik bilan aytgan samimiy nasihatiga rahmat aytdi va nashtidan keyin yo'l tayyorligiga tushdi. Bu qatim u Makka bilan Jiddaga berib, bir necha kun ichida yangi mallarni elib kelmoqchi bo'ldi. Akbar buvay bilan xo'shlashib Ka'badan chiqqanda sharq och qizil rang bilan bo'yalgan edi. 6-bob tugadi.